Assalomu alaykum. Musofirda yurgan vatandoshlar, mana xudo xolasa chegaradan kelyapmiz. Akalarimizni, ukalarimizni olib borib kelyapmiz xudo xolasa. Vaqti bemahal chegara masalasida xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, ukalardan so'raymiz. Aka, qanday borib kelyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, zo'r. 1,5 soat yetib kelyapmiz. Qiyinchilik bo'lmadi. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Xizmatlar bo'lsa mana akamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshi borib kelyapmiz. Xizmatlar bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi, zo'r ko'ramiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Inshaalloh mana akamizdan so'raymiz. Ikkovlari O'zbekiston fuqaro, akamiz Qirg'izistondan. Aka, qalay bo'ldi? Cho'tdingmi? Gap yo'q ekan sizga. Professional ekansiz. 5 qo'ydim sizga, uka. Haddishi kam bo'lmay, Alloh rozi bo'lsin aka. Tavsiya Like qilamiz. bosinglar, like. Inshaalloh xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz xudo xolasa. Chegara masalasida mana shu yo'nalishda inshaalloh 19 yillik stajimiz bor xudo xolasa. Vaqti bemahal kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, nomerlarni qoldiramiz.